Kimyoviy elementlarning hozirgi belgilari paydo bo'lgunga qadar ularni qanday belgilashganini bilasizmi? Keling, men bugun sizga mana shu haqida ma'lumot beraman. Alkimyogarlar, ya'ni arab kimyogarlari davrida va undan ham avvalroq kimyoviy element tushunchasi bo'lmagan paytda alkimyogarlar o'zlariga ma'lum bo'lgan har bir modda uchun alohida belgilar ishlab chiqishgan. Misol uchun, temirni alkimyogarlar mana shunday qilib belgilashgan yoki yog', olov. Kashf qilinayotgan moddalar soni ortib borishi bilan birga ularga berilgan belgilar ham ortib borgan va tabiiyki turli olimlar tomonidan turli xil belgilar ishlatilgan. Ya'ni bir olim bir modda uchun boshqa belgi bergan, boshqa olim esa umuman boshqacha belgi bergan. Lekin bu belgilar modda haqida umuman ma'lumot bermagan va o'sha paytda kimyoda hamma tushunadigan umumiy til ham bo'lmagan. 1808-1810 yillarda esa Jon Dalton moddalarni emas, balki modda ichidagi atomlarni belgilashni taklif etgan. Uning taklifiga ko'ra esa vodorod quyidagicha belgilangan: oltin yoki suv. Lekin Berzelius taklif etgan tizim barcha uchun ma'qul kelgan va u hozirgacha kimyoviy elementlarga belgi berishda qo'llanilib keladi. U haqida esa men o'tgan videoda gapirib o'tganman.